Menimcha kelib Qoldi. Ana cho'xa kelibdi. Yo'q, qoch, bizga teginishi mumkin. Qoch yaramasdan. Xayriyat, menimcha qochib qutuldim shekilli, ortimdan kelmayapti. Ana jetel qayerga ketdikina, yonimdagi jetel ikkalamiz bilmasdan Darknetdan ono maniakni chaqirib qo'yibmiz. Endi qaytib bunaqa narsa chaqirmasa kerak. Voy, jetel tirikmisan? ha qochib qutuldik nihoyat. Qutuldik. Endi bunaqa narsa qaytib chaqirmayman, sen aytganingni qilib, yaramas. Men aytdim senga, o'zing aytding-ku zerikdi odam deb. Zerikdim desam shuni aytasanmi sen? Endi shu zerikishni o'ldiradigan narsa-da. Bo'lmabdi bu narsa. Boshqa bunaqa narsalarni menga aytma, tushundingmi? Bo'pti. Aytgacha bitta dahshat qilovim bor. Yo'qal, menga kerak emas chiqqan qilon, yo'qal. Mayli, o'zing bilasan. Yaramas. Jetellar yomon asabimni buzyapti. Bor obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Jo'xa. Aytgancha akalar, xotinim qaytishni xohlaganlar asosiy kanalimga obuna bo'linglar. Tezroq 30 ming ta obunachi qilishimiz kerak. Biz esa mana shu jetel bilan juda ham zerikkanimizdan internetdan qanaqadir saytdan kirib nima edi, klon bir bola maniak jetel zakaz qilib bizni zeriktirmaslik uchun yaramizki bizga hujum qilib boshlayapti. Hujum qilgani yo'q, hatto qochib qutuldik-ki, lekin hujum qilishi mumkin edi. Tak, bu yerda o'chirib yuboribman, obbo kes 2 o'rnatgandim o'ynash uchun. O'chirib yuboribman, hamma o'chirib qo'yayim buni ham. Tak, hozir telefonim qani? Telefonim qani? Telefon tushib qoptimi deyman deb yurgan vaqtim. Obbo tushib qolgan bo'lsa bor, dabdala rostdan ham. Mayli, hozir borishga harakat qilaman, lekin agar turgan bo'lsa dabdala yo'q, ko'rinmayapti cho'ta. Qayerda tushib qoldi ekan telefonim? Mana shu yerda turgandik jetel bilan, keyin bu yerdan qarab, bu tomonga qarab yugurdik. Lekin yo'q-ku. Telefonni boyagi maniak olib ketdimikan? Yerda taydan chiqib keldimi? Bu yerda hech qanaqa teshik yo'q, qanday chiqib keldi? Shunday, mana shu yerdan bittada shunday uchib chiqdi osmonga. 3 ta aytgancha u, demak arvohmi deyman-a? Yo'q, arvoh bo'lishi mumkin emas. Havoda 3 ta xullas nimadir bo'lib ketdi. Cho'ta janob mer menga qarab turibdi, balki chaqirayotgandirhamdir. Tak, assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, o'zi konkret sen kerakdek joy qilaysan. Rahmat, o'z qilaysiz. Bo'ladi. Qarochi senga ish ko'p. Bilaman, ish ko'p, doim ish ko'p bo'lgan. Qarochi senga bitta chotki ish beraymi? Yo, chotki emas, ish bering chiqani. Xullas, mashinangni olasan-da, ya'ni to'g'ri mashina yo'q aytgancha senda. Meni mashinamni olasan-da, shaharga borib, pochta bor, o'shani olib kelasan. Qanaqa pochta? Bir ikkita yashiklar, o'shalarni tezroq olib kelish kerak. Bo'pti, hozir olib kelaman. Bo'pti, tezlash, bor faqat. Mashinamni ehtiyot qilib qayda. Mayli. Xo'p, ana endi obunachilar bu zakazni olib kelish kerak. Qanaqadir pochta deyapti janob mer. Qanaqa pochta ekan, shaharga borib kelishim kerak endi. Mayli, iloji yo'q, shaharga borish kerak bo'lsa borib kelaman. Qanaqa pochta ekan, rosa hayron qolyapman, lekin mashinada benzin bormikan? Tak, u bor ekan benzin. Tak, birinchi o'rinda, jetel qochib tur, urib ketaman. Ur, kuching yetadimi? Ur. Jinnimisan? Qoch, mashina bilan urib ketaman. Kuching yetadimi? Ur. Duxing yetadimi? Ur. Duxim yetadi, prosta san duxing yetmaydi. Kuching yetadimi? Ur. Duxing yetadimi? Ur. Nima, sen rep aytyapsanmi? Kuching yetadimi? Ur. Duxing yetadimi? Ur. Vahshiy rapper o'ldi. Bo'pti, oldi tomondan haydab ketaman. Orqaga haydamoqchi edim-ku, atak seni bosib ketishni o'ylayapman-da. Voy, polizni buzib qo'ymadimmi? Yo'q, buzmas ekan. Bu mashina aqlli mashina ekan. Tiqilib qoldi shekilli. Iltimos, faqat tiqilib qolma. Bo'ldi, chotki. Shahar qaysi tomon dedi? Adashmasam shu tomonda bo'lsa kerak. Adashayotgan bo'lishim mumkin. Qanaqasiga shahar qayerqaligini bilmasdan turib adashish mumkin. Mayli. Tak, tushib ketdimmi mashinadan? Qanaqasiga tushib ketishim mumkin? Mashina tufurib yubordim meni. Mayli. Tak, ana endi mana shu tomonga qarab haydayman asta-asta, lekin bu yerdan yo'l yo'q-ku. Mayli. Shu yerdan chiqsa tagi tegmasmikan mashinani? Tegmasa kerak. Tegsa ham menga farqi yo'q, o'zimning mashinam emas-ku. Xo'sh, shaharga shu tomondan ketilardi shekilli. Va nihoyat qaytib keldim. Endi mashinasini janob merda so'ramon olib borib qo'ysam bo'ldi. Joyga yomon tez yurar ekan. Bor shaharda o'zi ham arrang tormozning ustiga minib bo'lsa ham to'xtatib oldim. Uy, asta. Yomon tez yurar ekan rostdan ham. To'xtanglar, buni sirras shu yerdan burib olmasam, boshqa u yoqdan burishga keyin joy topilmay qolsa dabdala bo'ladi. Tak, asta buraman va mana shu burchakdan haydab yuborsam sig'amikan. Uy, sig'mas ekan. To'xta. Sig'ami 3 ta blok, 3 ta blokdan nahotki sig'masa. Tak, hozir moslab tiqish. Voy, do'konda rasvosini chiqazdim-ku. Obbo, egasi ko'rsa bormi? Yeydi-yu meni. Bu yerda qanaydir gul o'sib qolgan ekan. Gulni kim ekib qo'ygan bu yerga hayronman. Mana. Tak, bu yerda ikkita blok bor ekan. Qo'yib yuboramiz. Gulni mana bu yoqqa ekib qo'ysa bo'ladi endi. Tak, minaman va bu yerdan bir amallab o'tkazib yuborishim kerak.
Xo'p, asta. Voy, endi poliz tutib yubordim. Oh, yomon palakat bo'laman bor-ku. G'irt palakatdan ham battar. Lekin sig'ar ekan, realni sig'ar ekan. Obunachilar ko'rdinglarmi? Prosta salgina sabr bilan haydab yuborish kerak ekan bloklarni. Qo'limga olganimni qaranglar. Endi qaytarib qo'yib chiqish kerak. Lekin realni rasvo qilib yubordim hamma yoqda bor. Bo'ldi shotki. Janob Mer pochtalarni beramanda, mashinasini olib borib uyiga qo'yib kelaman. Birinchi pochtani berish kerak, chunki pochta muhimroq men uchun. Tak, janob Mer yana bir bor assalomu alaykum. Va alaykum assalom, keldingmi? Yo'q, kelganim yo'q, shaharda yurib qoldim. Qizlar bor ekan. Voy, qalaysizlar, qizlar, tinchmisizlar? O menga bittasi nomer. Voy, janob Mer nomeringlarni so'rayapti. Jinnimisan, qara qizlar. O'zingiz qayoqdasan, keldingmi deyapsiz? Oldingizda turibman, ko'rimsiz. Qazlashayapman. Qani nima olib kelding? Kalotchi unaqa narsa berdi. Bitta unaqa stol, keyin bakal, unaqa bakal. Menimcha o'zingizga bo'lsa kerak, suv ichmoqchimiz, nima balotak. Bakal sizga qanday bersam bo'ladi, tak? Ya, qo'y bo'lmas ekan. Kalotchi, mana shuni tashiyman, bakal bilan ichasiz nima ichsangiz ham. Buni uyga olib borib qo'yasan, xotinimga berasan. Ha, xotiningiz uchun edimi? Ha, mayli. Nima xotiningizga qorasidan zakaz qildingiz, qizildan zakaz qilsangiz bo'lmasmidi? Nima ishing bor seni? Ha, mayli. Ammo u stol keyin parta, bu maktabda ishlatiladigan parta ekan, adashmasam, mana shunaqa-yu maktabda partalari ham. Tak, buni endi qanday sindiraman? Sinmayapti-yu. Jinnimisan, borib endi taporma kirkab olib kelib sindir buni. Qolib ketdi. Ha, mayli, keyinroq sindiraman. Keyin unaqa maska bor ekan. Bu maska qanday maska ekana? Yo'q, men kiydim-ku, menga nima ta'sir qilmadi. Demak, ta'sir qilmaydigan maska ekan. Prosta tak oddiy ekan. Yo'q, o'zingga ko'rinmaydi, menga ko'rinadi u. Ha, tushunarli. Keyin unaqa korobkalar bor ekan. Ularni uyimni tashqi tomoniga taxlab qo'y. Ha, bo'pti, mayli. Bor endi borib uyingdan taporing bilan kirkayni olib kelib mana uni sindir. Ha, mayli, hozir. Bu nima? Buni sindirisham bormidi boshimda? Ha, mayli, qiynishaman. Nima deyapman? Qiyinish emas u. Oson ishlarni o'zi tanlab qilaverardim. Bugun endi qiyin ishlarni ham janob Mer buyurib tashlayapti. Qilmasam ham bo'lmaydi. Zerikib ketdim, lekin bor xotinim ketgani yomon bo'lgandi. Endi qaytib kelish sizlarning qo'lingizda. Albatta kanallarga tez-tez obuna bo'lib tashlaversanglar, tezroq qaytib kelishga harakat qilaman, ya'ni olib qaytarib kelishga. Endi bilmadim, rostdan ham kelmasligi ham mumkin. Endi sizlarga bog'liq aytayapman, sizlar tezroq meni kanalimni 30 mingta qilsanglar, xotinimning kanalini 10 mingta qilsanglar, o'shanda qaytib keladi. Aytaman, tezroq qayt, obunachilarim seni so'rayapti deyman. Keyin meni kechirim so'ra deyman, xiyonat qilganim axir. Tak bo'ldi. Hozir sindiraman janob Mer, tapor olib keldim, lekin tushunmadim. Tapor bilan ham juda sekin sinar ekan, balki kirka bilan tezroq sinar. Yo'q, tapor bilan sinar ekan rostdan ham. Tezroq sindir. Aha, xo'p. Mana va sindi, xayriyat. Bo'ldi, endi bularni uyimga borib qo'y, tushundingmi? Ha, bo'pti, mayli. Tak, uyiga borish kerak janob Mer. Ishlarni buyuraveradi janob Mer ham buyuraveradi, bor asablarni buzib tashlaveradi. Qocha yaramas, men odam mindirmayman bu mashinaga. Tak, xo'p, qayerdan o'tkazsam, poliz ustidan o'tkazib ketsam, poliz buzilmasmikan? Ketdim, menga o'ta farqi yo'q. Bu buzilmas ekan rostdan ham. Voy, nima polizimni buzding? Kechirasiz, sal voy, polizingni buzsam ko'rgan, kafeni buzib qo'ydim-ku. Voy, janob Mer xotini qarayapti. Janob Mer xotin nomiga bo'lsa kerakdir-da bu mashina. Ozgina qoldi bor, uyini ham buzib yuborishimga. Bo'ldi. Yaxshi tushmasam bu mashinadan butun dunyoni buzib tashlayman bor. Bo'ldi, tak, mana bu yerda qani buzib qo'ygan joyim, mana bu yerga to'g'rilab yuborayin. Bitta daraxt, mayli. O'zi yo'q ekan deb qo'yaveraman, janob so'rasa. Tak, voy, jetel qochib tur. Assalomu alaykum, yangi yaxshimisiz? Va alaykum assalom, keling cho'xa. Keldim. Qarochi, janob Mer mana bakal sizga berib yubordi. Buni o'zingiz ishlatasizmi, bolangizga ham farqi yo'q. Nima yerga tashlayapsiz? Olib qo'ying tez. Bo'ldi, vahima qilmang. Tak, unda mana yerda stol bor, bo yana shuni qo'yib yubordim-ku. Bu xato qo'yilib ketaverar ekanda. Tak, hozir to'xtab turing, 1 minut. Men buni olib turib to'g'rilab qo'yib beray sizga. Shuni ustiga qo'yib qo'yaman, qarochi, o'zingiz joylashtirib olasiz keyin men. Bili, yana xato qo'yib yubordim. Shu qo'lim vobshe qiyshiqda, obunachilar bor. Rostdan ham juda qiyshiq qo'l. Mayli, qo'lni qayerqadir tekislatib yuboramiz keyinroq. Tak, mana endi to'g'ri qo'ydim. Yanga, qarochi, mana sizning bakalingiz. Keyin unaqa maska berib yubordi janob Mer. Keyin u yashiklar ko'chada taqlimi qolgan stollarni esa, tak, mana shu shkafga qo'ysam bo'ladimi? Bo'ladi. Mayli, Shirali qalay? Yaxshi, zo'r bo'lib o'tiribdi. Ko'rmayapsizmi? Aqlli bola bo'lib. Yaxshi bo'pti, sog' bo'ling. Tak, yashiklar eshikka taqlab qo'y degandi janob Mer. Eshikka taqlaymiz. Tak, mana bunaqa taqlaymiz. Mana bunaqa, tugadik. Mayli, yaxshi bo'ldi tugagani. Ketdim, endi uyimga borib dam olaman.
Bo'ldi, bu endi ham o'chirib yuboraman. Yomon ham yoqmay ketyapti bor. Yomon ham deganimda yomon ham, umuman hamni birdaniga qo'shib aytdimmi? Umuman ham plus yomon ham bo'lib ketadi, qarochi. Hafshi yoqmayapti. Telegramga janob mer yozibdimi? Tez yonimga yetib kelib, bo'pti borayin chiqani qanaqa ish buyurarkin yana. O bosh janob mer ishlari ham bor, rossa jonimga tegib ketdi. Qanaqa ish buyurarkin, rossa qiziqib ketyapman. Menimcha katta ehtimollar bilan bor shahardan yana bitta narsa olib kelsa kerak. Chunki shuncha narsa olib keldim. Shuncha narsa kamdek yana nimadir olib keladiganiga o'xshayapti. Mayli, so'raymiz. Tak, janob mer, uydasiz bilaman. Ha, короче, senga bitta dahshat vobshe katta muammo bor. Qanaqa muammo? Muammo emas, muammo. Shu muammoda. Короче, tak uyimni oldiga tushirgan yashiklaring ustiga kimdir 666 yozib ketibdi. Nima? 666 yozib ketibdi. Bor tezkor. Tushunmadim. Kim yozib ketadi? Men qayerdan bilay? Bordan ko'rib hal qilsiz. Mayli. Lekin 666 biroz g'alatiroq raqam-u. Mayli, hozir aniqlashtiramiz. Nimaga 666 yozdikina? 777 yozsa bo'lmasmidi? 777 chiroyli-yu. Mana 666. Nimani bildirarkina? Voy jetel 666 nimani bildiradi? Bilmadim, yaqinda shu yerda manyak jetelni ko'rdim. Nima? Manyak jetel? Ha, uni ana o'y tomonida turibdi. Yo rostdan ham, yo yaramas, menga tegma nima bo'lsa ham xo'pmi? Menga tegma aytdim. Kelyapti. Voy yaramas. Menga tegma nima bo'lsa ham menga umuman tegma, yaramas. Yo'q. Qanaqasiga bu manyak jetel qayoqdan kelib qoldikina? U kelyapti. Rostdan ham ortimdan kelyapti. Balki men tomonga o'tsam chalg'ib turib, yo'q, hali ham kelyapti. Voy yaramas. Qanaqasiga bu meni topib oldi. Boyagi manyak jetel kana jetel bilan saytdan chaqirgan jetelimiz. Xayriyat qutuldim shekilli. Kelmay qoldi shekilli. Yaramas kelibdi. Voy, yo'qol, meni ko'zim ko'rib. Hozir meni ko'rasan yaramas. Qurolimni olib chiqayda. Men o'zimni himoyalashim kerak axir. Tak, hozir qurolim qayerda? Pastda aytgancha, tak mana va mana chotki. Ana endi, yaramas. Mendan ko'radi qani? Qayoqqa ketdi? Mana ekan. Voy yaramas, to'xta. Ana endi mendan ko'rasan, menda qurol bor. To'xta dedim men senga. To'xta, hoy ablah. To'xta deyapman. Obbo, survordi-yu, survorishini qilardi. To'xtanglar, hozir men uni qisqa yo'ldan to'sib chiqaman. Tak, qani edi? Mana yerdan chiqib ketsa kerak hozir. Yaramas. To'xta, menga qara. Yaramas. O'ldirib yubordim. Qo'yile, jo'xa, manyak to'ldir degan qo'yilman senga. Ko'rdingmi, zo'rmanmi? Vahshi takvoy bombasan, bomba ana kondasan. Rahmat. Gabiyolarga qayerda o'rganing otishni? Armiyada o'rganganman. Armiyaga borganmisan? Yo'q, televizorda ko'rib o'rganganman armiyani. Ha, tushunarli. Gabiyolarga qo'yilman senga.